Salam kızlar, biz sizlerle birge bugün son tamak qilamiz. Biz kartoshka, et, jana qo'zqorin, piyoz yaxshilab archib, yaxshilab tozalab olamiz. Ondan keyin biz başlayız. Tamak may qo'yamiz. Biraz mayımız qaqshigandan keyin kartoshka jana etni yaxshilab aralashtiramiz. Keyin bolsa qo'zqorinni qo'shamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Ondan keyin bir qoshiq tomatdan solamiz, so'ng qilib aralashtiramiz. Va piyozga bolsa muşdan aralashtirib, anidağı qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bir stakan suv qo'shamiz, bir stakan suv ketadi. Ondan keyin qopqog'i bilan krishkasini javob qo'yamiz. Biraz demjeydi. Tamağımız pişqanğa keyin ukrop menen piyozni yaxshilab qirqib olib, limonlu sosunu sığıp tayyorlab qo'yamiz. Mana o'shantip do'stlar, tamağımız tayyor bo'ldi. Qanday bo'lib tursa, like, jana podpiska bo'lganda unutmaysiz.